Bor shunaqa erkaklar va ayollar kuniga 5 marta jinsiy aloqada bo'lishga ham tayyor. Kimdir esa haftada 1, oyiga 1 jinsiy aloqa qilishi mumkin. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Dunyoga tug'ilganimizda o'zimizni jinsiy konstitutsiyamiz bilan tug'ilamiz. Jinsiy konstitutsiya 3 turda bo'ladi, ya'niki kuchli jinsiy konstitutsiya, o'rtacha jinsiy konstitutsiya va past jinsiy konstitutsiyada. Kuchli jinsiy konstitutsiya doimiy ravishda xohish kuchli bo'ladi-da. O'rtacha jinsiy konstitutsiyada erkak va ayollar haftasiga 2 marta, haftasiga 3 marta qoniqarli. Pasaygan jinsiy konstitutsiyada esa haftasiga 1, 2 haftada 1 jinsiy aloqa qilishadi bunaqa odamlar va ular uchun bu to'g'ri. Bilasizmi, bu kasallik yoki bu qanaqadir norma emas degan tushunchani o'zi yo'q. Shunaqa tug'ilgan. Mana biz hayotda kimdir ozg'in, bo'yi baland bo'lib tug'ilamiz-ku, bu jinsiy konstitutsiyaga xos bo'lgan xislatlar. Needs to be popular. That's a dream to be popular.